Hello guys, today morning Привет. I'm visiting one shop. This man is my old customer in Uzbekistan, Samarkand city. Before I was living in Yuva city, to this shop I was exporting some cutting desk, cutting sheets. This desk is a brand is a K. It's a Chinese brand. Could you see? Yeah, this is a cutting desk. Hello. Hammaga salom, yaxshimisizlar? Ha, Biz bu Usmon abidan disklar zakaz qilamiz, sifatlari lekin zo'r, ishlatib ko'rdik. Sizlarga ham tavsiya beramiz. Bu kishidan telefon qilib zakaz bersalaringiz, любой O'zbekistonmi, Qozog'istonmi, любой joyga dostavka qilib beradilar. Could you see? Could you hear this real voice? This man, my old customer, speak English, okay? O'zbekcha. Siz bu disklarning temir kesadigan disklarning sifatlari yaxshimi ekan? Sifatlari biznikidan ko'ra ancha yaxshi sifatlari. Ha, bu Gozi brendi ham ko'rdingiz. O'zi ham yaxshi. Ana. Buni bir Yuva shahardan men solib bergan. Bularga hozir bu nimaga keldik? Samarqand shahar qilib bu do'konni kezib yurardimizda. Bu xidmatlar bilan paranglashib, ana customer bilan. Bu mallarni men solib bergan, sifatlari yaxshi, xaridorlari ham yaxshiribdi. Samarqandda, O'zbekistonda, boshqa davlatlar, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Ozarbayjonlarda bu shunday temir kesilgan disklarga ehtiyojlaringiz bo'lsa, 5 xil metal bizlarning xos tovarlarga ehtiyojingiz bo'lsa, aloqa qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Ajab bu.